bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida videorolikni juda ham ajoyib kayfiyat bilan boshlayapman. Sababi bugungi videorolikimizda bizlar bilan super ideal holatdagi bitta zo'r akkauntni obzor qilib chiqamiz. Sizlarga bitta o'zimning tavsiyalarimni berib o'taman do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi men o'zimning shaxsiy Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu Telegram kanalda biz har hafta 2 tadan tekin sezon pasga aksiya qilib turibmiz. Xudo xohlasa o'tib qatnashsanglar, sizlar ham tekin sezon pas g'olibiga aylanishingiz mumkin do'stlar. Silkasi описаниеda hamda kommentariyada bo'ladi do'stlar. Endi sizlarga eng qiziqtiradigan joyini ko'rsataman. 1 2 3 hop. Nima deyapti do'stlar? Qaysi tilda gapiryapti bu akkaunt do'stlar? Men sizlarga savol beryapman. Qaysi tilda gapiryapti bu? Qanaqa akkaunt? Eng qizig'i bu hech qanaqa chet elliklar akkaunti emas. Hech qanaqa bir Vyetnamlik yoki qaysidir bir kuchli donator odamning akkaunti emas. O'zimizning oddiy chapani o'zbek bolasining akkaunti do'stlar. Bitta o'zimni tanish akaxonim akkaunti bu. Juda ham ajoyib inson. Mana shu akkauntni menga berib turdilar. Endi obunachim ham akaxonim bo'ladi. Juda ham katta minnatdorchilik bildirib qolaman. Xo'p, akkaunt nima deyapti do'stlar? Qaysi tilda gapiryapti? Men hozirga mana shu akkauntni chiroyli qilib obzor qilib o'taman. Qanaqa qilib bu obunachimiz shuncha futbolchilarni tushirishga muvaffaq bo'lganini sizlarga bitta uslublarni o'rgatib o'tdilar. Men sizlarga ana shu uslublarni ham o'zimni, ham obunachimni strategiyalarini sizlarga aytib, biroz bo'lsa-da yordam berishga harakat qilaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolik albatta bomba bo'ladi. Qani bunda videorolikni boshladik. Mana bu yerdan yo'q bo'lib ketgan uje. Bilasizlar, mana shu Team of 2025 turardi, endi u ham yo'q. Endi qaranglar do'stlar, akkauntni voy. Birinchi ovozlarni sal nurmay keltirib olmasak. Hop, mana. Ana endi qaranglar do'stlar. Birinchi o'ylab akkauntni obzor qilamiz. Undan keyin esa bu futbolchilarni qanaqa qilib tushirish mumkinligini sizlarga birma-bir o'zimni hamda obunachimni strategiyalarini sizlarga o'rgatib o'taman. Xo'sh, birinchi bo'lib darvozabondan boshlasak, bu yerda Gianluigi Donnarumma ideal holatdagi formasi 2025-yilning eng zo'r darvozaboni, ya'ni yil darvozaboni bo'ldi. Reytingini ko'rib turibsizlar. Shikalat holatda, shunchaki shikalat do'stlar, boshqacha ta'rifga til ojiz. Hozir bitta mana shu joydan bitta rasmga qo'yaylik. Hop, mana do'stlar tayyor. Endi keyingi, ya'ni o'ng qanot himoyachiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi, qaranglar do'stlar, qanaqa ideal holatda kuchaygan. 96 bo'lib ketdi shu bola ham. Ashraf Hakimi o'zimizning musulmon bola, bu ham juda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatdi. Tezliklari juda ham super va Chempionlar Ligasini yutdi. Xullas katta ishlar qilib qo'ydi do'stlar. Xo'p, Ashraf Hakimini ham ajoyib tarzda full qilibdi. Mayli do'stlar, xo'p, men qoyil qolganim mayli, shuncha futbolchini olganiga qoyil qoldim. Shuncha futbolchini olib hammasini full qilishga ham ulgurganda qaranglar do'stlar, hamma futbolchilar full. Plus olmasam oshib qolgan do'stlar. Men sizlarga birma-bir videorolik davomida hammasini aytib o'taman. Ana endi markaziy himoyaga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda Gabriel. To'g'risi Gabriel biroz yaxshi kuchaymagan, lekin akkauntni bezab turibdi. Shu holatda ham yaxshi o'ynayveradi. Yashil kartali bo'lgani uchun shu holatda ham yaxshi o'ynayveradi. Xo'p, ana endi Nuno Mendeshga keladigan bo'lsak, Nuno Mendesh ham prosta ideal, birinchi kun rasmga olaylik. Nuno Mendesh ham shunchaki ideal holatda kuchaygan do'stlar. Qaranglar, shikalat. Shunchaki shikalat. 2025-yilning eng yaxshi chap qanot himoyachisi hisoblanadi Nuno Mendesh. Har bitta odamning akkauntiga bo'lishga arziydi. Xo'p, ana endi biz markazga keladigan bo'lsak, markazda bizda 2025-yilning eng yaxshi markaziy yarim himoyachilardan biri Pedri bo'ladi. Pedri hozir ham juda ham ideal formada, juda ham yaxshi o'ynayapti. Akkauntda albatta har bir odamning sostavida bo'lishga arziydigan futbolchi hisoblanadi. Juda ham ajoyib holatda, formasi 96 reytingga chiqib ketdi. Bola yaxshi o'ynayapti. Xo'p, ana endi biz yana bitta futbolchini ko'rib chiqamiz. Bu ham 96 reytingga arziydigan bola edi. Afsuski nimaga uchun DLS bunaqa qildi bilmadim. Bu Vitinha. To'g'risini aytaman, Vitinha men uchun shaxsan 2025-yilning eng yaxshi markaziy yarim himoyachisi. Chunki PSG mana shu Chempionlar Ligasini yutishiga juda ham katta hissa qo'shgan futbolchi hisoblanadi. Men Vitinhaga ham 96 reytingni bergan bo'lardim do'stlar, to'g'risi. Vitinha ham ajoyib tarzda full bo'libdi. Xo'p, ana endi biz o'ng qanot hujumga o'tamiz. O'ng qanot hujumda bizda
Muhammad Salah undan 600 chiqqan do'stlar. Vau! Qanaqa shkalat akkaunt bu. Akkauntni obzor qilib men mazza qilyapman do'stlar. Endi videoni ko'rib sizlar qanchalik mazza qilyapsizlar bilmadim. Akkauntni ko'rib men mazza qilyapman to'g'risi. Muhammad Salahdan 600 chiqqan. Shunchaki mazza qilyapman do'stlar. Xo'p, ana endi keyingi futbolchi bu Usman Dembele. Dembele 2025-yilning oltin to'p sohibi Usman Dembele 600 chiqqan undan ham 97 holatda shunchaki shkalat do'stlar. Shunchaki shkalat. Men nima deb ta'riflashga til ojizlik qilyapti do'stlar, to'g'risi. Usman Dembele ham juda ham ajoyib holatda. Ana endi biz o'yin qanot hujum kelamiz. Lamine Yamal juda ham yosh iqtidorli futbolchisi. Barselonaning futbolchisi hisoblanadi. Hozir to'g'ri biroz formadan sal chiqib ketdi, lekin 2025-yilga nazar soladigan bo'lsak, eng yaxshi o'yin qanot vingeri desam mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham ajoyib formada, juda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatdi. Prosta super. Bundan ham obunachimiz 600 chiqarishga muvaffaq bo'libdi. Ana endi biz markaziy hujumga o'tamiz. To'g'risi Harry Kane biroz yomonroq kuchaygan, to'g'risi omad kelmagan desa ham to'g'ri bo'ladi. Mana shunchaki ko'rsatib o'taman. Sal omad kelmagan to'g'risi Harry Kane'ni kuchaytirishdi, lekin mana shu holatda ham yaxshi o'ynaydi, xudo xolasa. Zo'r o'ynaveradi mana shu holatda ham. Xo'p, ana endi biz buni bitta rasmiy olishimiz kerak. Ana endi biz eng yaxshi futbolchilardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozir ideal formada Kylian Mbappe. Juda ham ajoyib formada, undan 600 chiqqan, salkam 700 ham chiqqan do'stlar. Shunchaki shkalat. Kylian Mbappe shunchaki shkalat. Akkauntni o'zi shkalat do'stlar. Buncha futbolchilarni tushirish, buncha futbolchini full qilishga qancha olmos ketishini sizlar bilsanglar kerak. Obunachimizning aytishi bo'yicha bu futbolchilarni tushirishga o'rtacha 30 mingta olmos ketibdi ekan. Endi obunachimiz buncha olmosni qanday yig'di desanglar, do'stlar, bizni ta'rifimizdan foydalanib albatta yig'dilar. Ya'ni biz o'zimizda tanga olmos yig'ish xizmatimiz bor. Ya'ni akkauntga ishonchli tarzda tanga olmos yig'ib beramiz. Agar kimga kerak bo'lsa shunaqa xizmatlar bemalol Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Arzon va ishonchli tarzda yig'ib beramiz do'stlar. Tanga olmoslar juda ham tez yig'iladi. Sizlar ham tanga olmos yig'dirib akkauntingizga mana shu futbolchilarni olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, ana endi men nima demoqchi edim? Xo'p, obunachimizda mana agentlar ham oshib qolgan, ko'rib turibsizlar. Obunachimizda endi strategiyasini aytadigan bo'lsam, obunachimiz o'sha tanga olmosga bergan akkauntda sabitiyalarni qoldirmasdan YouTube borgan, live online o'yinlarda har doim birinchi o'rinda bo'lgan. Xullas, mana shunday qilib tanga olmoslarini juda ham ko'paytirgan, agentlarni ko'paytirgan, aytishi bo'yicha agentni juda ham ko'p to'plagan ekan. Juda ham ko'p agent to'plagan, mana shuni bir mevasini ko'rib turibsizlar do'stlar. Juda ham akkaunt bomba holatda. Hozir mana shu videodan keyin ko'pchilik yozishi mumkin, ya'ni mana shu akkaunt sotiladimi yoki yo'qmi? Yo'q do'stlar. Bu akkaunt sotilmas ekan. Men so'rab ko'rdim, lekin sotmas ekanlar. Xo'p, ana endi biz ko'rib turibsizlar, Mbappe bor mana. Mbappe bor. Ikkala kartasini ham ko'rishimiz mumkin. Ana endi biz nima qilamiz? Har bitta futbolchini o'zining ikkinchi kartasini bu yoqqa tushiramiz zaminga. Qani bizga hamma futbolchilar menimcha yetarli. Donnarumma bor ekan. Donnarummani bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, yana kim bor? Lamine Yamal bor ekan mana. Lamine Yamalning ikkita kartasi. Xo'sh, ana endi yana kim bor? Ko'rdingiz? Muhammad Salah. Muhammad Salah mana bu yerga keladi. Xo'p, bu yerda bo'ldi menimcha, chunki Harry Kane'ni men ko'rmayapman. Harry Kane afsuski obunachimizning akkauntida hali yo'q ekan. Может быть borda, men to'g'risi ko'zim tushmayapti. Bor ekan mana. Harry Kane ham bor ekan, lekin uni qayerga tushiramiz do'stlar? Harry Kane'ni. Mana hozir Gianluigi Donnarumma hamda mana Gianluigi Donnarummani o'zini oddiy kartasi do'stlar. Akkauntni qaranglar do'stlar. Havas keladi odamda, juda ham havas keladi. Akkauntni obzor qilib men mazza qilyapman do'stlar. Oddiy